Hürmetlik vatandaş endeksimizi devamlaştırımız. İşçatak. Xitayçada bu miyav dep diken men işçatak dep aldım tercüme kılıp. Prezident Trump'ның Cungo doğrusidiki söz ibarlarında zor özgürüş yüz berdi. Mavzulu haber 1. ayının 31. günü chet el tor ilan kılındı. Ve şu günü bir tor betigi çaplandı. Haber mındak başlandı. 30. günü kez saat 9'da Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump Davlat Majlisining birlashma yig'inida 2018 yillik davlat siyosati to'g'risida nutq so'zladi. Bu ham Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin tunji qatam davlat siyosati to'g'risida so'zlagan nutqdir. Amerika Junguni avar qildi. Kichik mavzu. Prezident Trump'ның davlat siyosati Junguni raqib deb atadi. Tushundingizmi? Prezident Trump'ның davlat siyosati Junguni raqib deb atadi. Men baştalıqa tercüme taşrif etti, tercüme qilmadi Xitoy dedim-ku. Mana ko'rdingizmi? Mana nutqda Prezident Trump so'z debdi. Xitoy tercüme qilmay taşrif etibdi. Endi Xitoy bu yerda xatarlik degan bir mavzu ostida buni haqiqiy tercümesi beryapti. Prezident Trump'ның davlat siyosati Junguni raqib deb atadi. Hamda kelgusida mushu xatarga duch kelamiz dedi. Amerika tadbir qo'llanish kerak. Amerika tadbir qo'llanish kerak. Cheksiz qudratli kuch bizning mudofaamizning ishonchlik vositasidir. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Ash dokladida juma. Men talab qilaman. Davlat Majlisi xatarlik davlat mudofaa ishlarini oxirlashtirib, xatarlik degan pul ajratmaydigan. Xatarlik davlat mudofaa ishlarini oxirlashtirib, bizning ulug' armiyamizni yetarli mablag' bilan ta'minlashni Davlat Majlisidan talab qilaman. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump 2018 yillik davlat xiyatida, ya'ni davlat siyosatida birinchi qatam Wallace va inglizcha ekan, Uyg'urchada raqib deyiladi ekan, Xitoychada dushov deyiladi ekan, Uyg'urchada raqib deyiladi ekan, bu yerda do'st, do'stonalik, raqib bo'lish va dushmanlik. Hozir mush o'ttirisida ketyapti. Jungo Amerika munosabatini hozir bu qatam davlat xiyatida Prezident Trump raqib degan darajaga ko'tardi. Degan so'zni ishlatib, Rossiya bilan Junguni raqib deb atadi. Burunqi raqobatchi degan so'zni salbiy ishlatish tarafiga yana bir qavat ilgari surdi. Burun raqobatchi deydi. Buni yana salbiy ishlatganda Prezident Trump yana uni bir qavat ilgari surdi. Ya'ni raqobatchi deganni raqib deb atadi. Jungo Amerika Jungo o'ttirisiga so'rkilishga burunroq tayyorlik qilish kerak. Jungo Amerika Jungo o'ttirisidagi so'rkilishga burunroq tayyorlik qilish kerak. Bu Jungo mutaxassislarining gapi. Yana boshqa mutaxassislar bu masalani tahlil qilib, mundaq ko'rsatdi. Buron chapqon avzayligan, do'lqinlar kuvajigan, oldimizda davom to'saqla signal beryapti. Xitoyning mutaxassislarining Prezident Trump'ning doklati yoki siyosat davlat siyosatidan keyingi o'zi kelgan ta'siri va bagan ta'siri bo'yicha so'zlayapti, diqqat vatandashim. Yana boshqa mutaxassislar bu masalani tahlil qilib, mundaq ko'rsatdi. Buron chapqon avzayligan, do'lqinlar kuvajigan, oldimizda davom to'saqla signal beryapti. Jungo hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tadqiqotchisi Sun Chingbu o'xshashda mundaq hisobladi. Amerikaning Jungo qaratgan savdo siyosatida texama qattiq tadbirlarni qo'llanish mumkinligi hozir o'rnalmoqda. Amerikaning diqqati Jungo hozirgi zamon xalqaro munosabatlar tadqiqotchisi Sun Chingbu o'xshashda mundaq hisobladi.
Amerika'nın Cungo qaratqan soda siyaseti texama qattiq tadbirlarni qo'llanish mumkinligi hozir o'rlamekte. Çavşen yadro kuralları, Tayvan, Janubi dengiz qatarlıq meselelerde Amerika yana davamlı Cungoni avar qiladi. Diqqat vatandaşlar. Çavşen yadro kuralları, Tayvan, Janubi dengiz qatarlıq meselelerde Amerika yana davamlı Cungoni avar qiladi. Amerika e'lon qilgan davlat bexatarlik strategiyasi doklaatida Prezident Trump mundaq e'lon qildi. Amerika raqobat bilan to'lib tashqan dunyoga duch keldi. Amerika raqobat bilan to'lib tashqan dunyoga duch keldi. Jungo va Rossiya qatarliq revizionist, ya'ni o'zgartuvchi davlatlar Amerikaning raqobatchilaridir. Jungo Tashqi ishlar ministrligi 2017-yil 12 ayning 19-kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yuqorqi so'zga javob qaytarib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi strategik siyosati o'tgan yil 12 ayning 18-kuni e'lon qildi. Endi bu e'lon qilingandan keyin 19-kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bunga javob qaytarib, hozir ma xabarda buni misol qilib naql qilib o'tyapti. Biz Amerika tarafga Jungoning strategik g'arazlarini burmilashni hamda so'g'oq munosabatlar urushi, tafakkuri va boshqadan boshlab elishish qatorliq vaqti o'tgan iddialarni to'xtatishga haydakchilik qilamiz. Amerika tarafga haydakchilik qilamiz. Undaq bo'lmaydi ekan, o'zigami va boshqalarga ziyon soladi. Bu Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonoti ekan. Lekin Amerika bu ideyalarni o'zgartmadi. Aksicha texamo haddidan oshdi deydi xabarda. Eliqi mutaxassislar, bularning hammasi jungoliq mutaxassislar bo'lishi kerak. Shunchunwa mundaq ko'rsatdi jungoliq mutaxassis. Davlat bexatarligi strategiyasi va davlat mudofaa strategiyasi doklatining tafakkur yo'li doklatining tafakkur yo'li kechiringlar vatandoshlarım. Yani Jungo Amerika munosabatini davomli raqobatchilar munosabatida bekitish, balki Jungoning Amerikaga xiris paydo qilishi atrofliq, umumyuzlik, jumladan Amerikaning manfaati, iqtisod va qimmat qarashlarini o'z ichiga olgan holda Jungoning xiris paydo qilishi umumyuzlik degan gapni ta'kidlashdi. Shunchunwa oxirida mundaq deb ko'rsatdi. Prezident Trumpning davlat siyosati nutqida bundaq ifoda bildirishi Prezident Trump hukumatining Jungo siyosati ko'z qarashi bir yil ijro qilingandan keyin allaqachon shaklga ega bo'ldi. Ya'ni onun yadrosi Jungo Amerika raqobatlashish. Nima deydi? Bir abzas. Shunchun bu Jungo mutaxassisi mundaq ta'kidladi. Prezident Trumpning davlat siyosati nutqida bundaq ifoda bildirishi Prezident Trump hukumatining Jungo siyosati ko'z qarashi bir yil ijro qilingandan keyin allaqachon shaklga ega bo'ldi. Yani onun yadrosi Jungo Amerika raqobatlashish.